qiziqarli o'yinlarni yaratishni o'rganamiz. E'tibor bering, mana bu yerda daraxt va olmalar. O'quvchi olmani tanlagan paytda mana turli savollar chiqadi, to'g'ri javobni belgilasa, quyida savollarni tashlab ketadi. Turib savolni topasiz. Mana bunda 5 ta savol va o'quvchi belgilab natijani ko'rishi. Bu shakldagi o'yin mana tanlaydi, orqasidan savol chiqadi. Mana bu yerda natija. Xullas mana shu shakldagi. O'xshamadi. Mayli. Bu o'xshamasin. Biz shuni sun'iy intellektda qilamiz. Demak, bugungi darsimiz sun'iy intellekt darsini ko'rib chiqamiz to'liq. Ya'ni hozir sun'iy intellekt orqali to'g'ri rasm generatsiya qilish, video generatsiya qilish, qo'shiq generatsiya qilish, keyin turli o'yin saytlarini yaratishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Qaysi sun'iy intellekt bilan va ularni hammasini bepul generatsiya qilish, yaratishda foydalanishda ko'rib chiqamiz. Birinchi rasm generatsiya qilishdan boshlaymiz, eng soddasi. Rasm generatsiya qilishda bizda bir nechta sun'iy intellektlar bor. Eng yaxshi rasm generatsiya qiladigan hozirgi paytda biri bu ChatGPT. ChatGPTga kirib, faqat promptni to'g'ri yozishimiz kerak va o'lchamlarni. Ya'ni rasmni nima uchun yaratamiz? Masalan, YouTube formatda yoki Instagram formatda, shorts, long, shularni birinchi yozib ketishimiz kerak. Masalan, 16 ga 9 format bo'lsa, bu YouTube, ya'ni uzunasiga. Aksincha 9 ga 16 bo'lsa, bu long, ya'ni shorts format bo'ladi. Masalan, yozamiz. Formatda robot rasmini yarat. Endi shu joyda mana robot rasmini yarat desak, bu o'zidan xohlagan rasmni yaratadi. Endi izohlasak, masalan, robot qanaqa bo'lsin? Robot boshida antena shoxi bo'lsin. Obrazi, masalan, ijobiy obrazda. Obrazi ijobiy, masalan, sirtida, ya'ni sirti degani robotning tashqi mana kiyim bo'ladi, o'sha joyga sirtida o'zbek tilida qo'shimchaga yozib qo'yaman. Jahon. Ana shuni o'zbek tilida deb yozmasak, mana jahon so'zini inglizchada world deb ham yozib beradi. World shunday yoziladi. Jahon deb yozilgan bo'lsin. Endi asosiy joyi bo'ldi. Endi rasmimizni orqa fonida, ya'ni obrazni orqa fonida nima bo'lishi kerak? Masalan, orqa fonda masalan katta zamonaviy akademiya binosi bo'ladi. Yuboramiz. Mana bu rasm generatsiya qilishni boshlaydi. Shu paytda nimadir xato qilib qo'ygan bo'lsak yoki nimadir esdan chiqqan bo'lsa, mana bu joydan qalamchani bosib, mana katta zamonaviy, mana bu yerda qarang, B qo'shilib ketgan, Jahon akademiyasi qolib ketdi, misol uchun. Jahon akademiyasi binosi deb qaytib bossak, bu yaratgan generatsiya qilgan rasmimizni qayta nima qilishni boshlaydi, generatsiya qilishni boshlaydi. Va bu internet tezligiga qarab qay darajada yaratishni ko'ramiz. Mana o'sha bizda internet tez bo'lgani uchun zamonaviy akademiya yozib berdi, jahon. Endi qarang, bizda jahon degan so'zni akademiyaga yozmabdi. Shuni qaytib aytamiz. Yo'q, mana endi qaytib o'zgartirib berdi ikkinchisiga mana. Jahon akademiyasi. Endi yaratgan rasmimizni qanday yuklab olamiz? Ustiga keltirib shonchani o'ng tugmasini bossak, сохранить картинку как degan joy chiqadi va shu joydan Jahon akademiyasi rasmi deb va ana bu joydan qayerda сохранить qilamiz? Рабочий stol, сохранить. Ikkinchi usul, shunchaki rasmni ustiga bosganimizda mana bu joyida yuklab olish tugmasi tushadi. Bor, bossak rasmimizda mana yuklab oldi va yuklab olingan rasm qayerda bo'ladi? Klaviaturadan Windows + E tugmasini bossak, provodnik oynasi ochiladi va shu yerda mana загрузка degan joy bor yoki загрузка mana shularning ichida kirsak, bizda mana yuklab olingan rasmimiz bor. Jahon akademiyasi. Xo'sh, ChatGPTda bir yaratganda bir nechta rasmdan keyin, ba'zilarda 4 ta 5 ta ishlatishingizga qarab, 3 ta rasmdan keyin limit tugaydi. Ya'ni 1 kunlik limit tugaydi. Shuning uchun keling mana shunday shu rasmni o'zgartir, atrofda bir necha robotlar va skameykada talabalar bo'lsin deymiz. Endi obrazni o'zgartiradi, ya'ni bizda mana shu obrazga yaqin davomida yaratib beradi. Hozir bizda limit bor.
agar sizda bir nechta limit tugab qolsa, ya'ni rasm yaratganingizdan keyin natijaga erishmasangiz, imkon darajasida kompyuteringizda mana bu shaklda elektron pochtalarni ko'paytirib oling. Ya'ni bu elektron pochtada 5 ta, 3 ta, bunisida 4 ta, qaysidadir nechtadandir limit bo'lsa, bir kunda yetadi mana shuncha elektron pochta bo'lsa. Tushundingmi? Bizda sanda yoki kimdadir bitta bo'lsa, buni ko'paytirib olishimiz kerak. Mana keyingi rasm tayyor bo'lay deb qoldi. Mana rasmimiz tayyor. Mana o'sha bu yerda robotlar, mana kattalashtiramiz. Mana robot, talabalar, yana robot. Mana bu rasm juda zo'r chiqdi. Yuklab olamiz. Mana bu yerdan yuklashimiz mumkin yoki sichqonchaning o'ng tomonini bosib, сохранить kартинку kakni bosib, robot. Nomini yozish ham kerak. Aslida nomini yozmasa ham saqlanib qoladi. Ertaga rasm qidirayotganimizda kerak. Endi bu birinchi rasm generatsiya qiladigan AI. Yaxshi rasm generatsiya qiladi, promptni yaxshi chiqaradi. Mana bu promptni kopiya qilib olamanda ikkinchi AI'mizga kiraman. Flow AI. Bu Flow AI'miz ham video generatsiya qiladi, ham rasm. Birinchi rasmdan boshlaymiz. Kirganimizda Flow AI'ning ichida Nano Banana bor. Nano Banana bu hozircha rasmni bepul generatsiya qiladigan platforma hisoblanadi. Sazdat Flow'ni interfeys ochildi. Mana bu joyga kirsak, qara, izobrazeniya bor, video bor. Mana videoda turibdi va video bir kunlik limitimiz bor. Mana bonus 15 ta turibdi. Izobrazeniyaga kirsak, mana 0. Xohlagancha rasm generatsiya qilsak bo'ladi. Mana Nano Bananaga o'tdi. Va hozir promptni Ctrl V qilib joylashtiraman. Ya'ni shu prompt yozib oldik. Endi mana bu yerda o'lchamlari turibdi. 9 ga 16, bizga mana xohlagan o'lchamda 3 ga 4 bor, 1 ga 1 bor, 4 ga 3 ekan va 9 ga 16. Bizga 16 ga 9 variantda. Qarang. Bu yerda bitta namuna qilib beraymi? 2 ta, 3 ta, 4 tagacha bitta prompt asosida keling. 4 ta namuna yaratsin birdan bizga. Bu Nano Banana ham bepul generatsiya qilib beradi. Bunda bemalol ko'proq rasm yaratsak bo'ladi, lekin ba'zan o'zbek tilidagi promptda ChatGPTchalik yaxshi tushunmaydi. Lekin chiroyli yaratib beradi bu ham. Hozir 67 bo'ldi. Baholaymiz. ChatGPTniki qanday chiqdi? Bu qanday yaratdi? Mana yaratib berdi. Internetda mana qarang, bunaqa shoh qilib berdi. Yomon emas u, lekin bu ham chiroyli yaratadi. Endi o'zingiz baholang. Men ChatGPT yaratganini ochaman hozir. Yo'q, ikkinchisi edi. Mana ikkinchisi prompti. Robotni ijobiyligi bundakini. Bu ham salbiy emas. Mana bunisi chiroyliroq bo'lgan. Demak, Nano Banana orqali ham xohlaganimizcha bunda limit bermaydi. Bepul hozircha generatsiya qilsak bo'ladi. Shu ikkalasi bilan bemalol rasm yaratsak bo'ladi. Ketdik, endi rasmdan chekinamiz. Endi yaratgan rasmlarimizni video generatsiya qilishimiz kerak. Mana shu Flow'da o'zida mana bu qismga o'tamiz. Bunda bugungi limitni ishlatib bo'lganman shekilli. Mana limit so'rayapti. Mana bu yerdan bossa, yo'q, limitimiz bor ekan. 4 taga yetmaydi. 4 taga qo'yilgan ekan. Bittaga qo'yamiz. Qarang, mana shu holatda keling Flow'dan boshqatdan kirib ko'rsatib beraman. Qanday qilib Flow'ga kirishimizni. Qara. Flow AI. Bu Google'niki, oqim degani mana. Google Labs kiramiz. Ingliz tilida bo'lsa o'zbek tiliga o'tkazmaymiz, rus tilida bo'lsa ham Sazdat bu joyiga mana plyusni bosamizda yaratgan rasmimizni tanlab olamiz. Mana rабочий stoldagi shu rasmni olaman. Va bu ham o'zbek tilidagi promptni qabul qiladi. Ya'ni inglizcha yozmasang ham o'zbekcha. Faqat prompt yozishda to'g'ri, ya'ni AI tushunadigan, sun'iy intellekt tushunadigan tilda yozishimiz kerak. U bizni Shevadagi yoki o'zimiz tushunadigan tildagi gaplarimizni tushunmaydi. Shuning uchun mana yuklab oldik. Rasm yuklandi, endi yozamiz. Rasmdagi robot o'zbek tilida gapirsin deymizda, 2 nuqta qo'sh tirnoqni ichida. Endi o'zbek tilida nima deyish kerak, shuni yozamiz. Masalan, barchangizni e'tibor bering, mana bu yerda 10 sekund, shu 10 sekundga mos gap yozishimiz kerak. Ko'p bo'lsa qabul qilmaydi, chunki uni sig'dira olmaydi. Barchangizni Jahon o'quv markaziga taklif qilamiz. Bizda zamonaviy ta'lim. Masalan, bizda tutuq belgi bilan yoki boshqa qo'sh tirnoq nimalarni ishlatmaymiz. Shunchaki mana qo'sh tirnoqning ichidagi so'zlarni harfma-harf to'g'ri o'qilishiga e'tibor qilamiz. Bo'ldi.
desin va binoga ishora qilsin. Yozib bo'lganimizdan keyin mana bu joydan qaysi format kerak bizga? Mana bunisi long, ya'ni short format, uzunasiga bizga rasmimiz hozir long format, ya'ni eniga uzun. Bosamiz. E'tibor bering, bitta rasm yaratgandan keyin mana bu yerdagi 50 ta bonusimiz bor. Video yaratsak, mana shu 50 ta bonusimizdan nechta tangacha olib qoladi? 15 ta tanga oladi. Ya'ni 35 qoldi. 1 kunlik limit. Bu bugun tugadi, ertaga, ya'ni 24 soatdan keyin yana shuncha limit beradi bizga. Ya'ni bepul versiyasi bo'lgani uchun. Bundan ham ko'p foydalanish uchun, ya'ni bir kunda 3 ta video yaratdik, bizda ko'proq video kerak bo'lsa, demak biz yana bu joydan elektron pochtalarimizni ko'paytirib olamiz. Mana shu yerda bir qatorda 4 ta bo'lsa, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 kara 4 32 33 34 ta elektron pochta bor ekan. Bu degani 3 tadan bo'lsa ham, oho, yetarli darajada bor. Mana bizda o'sha videomiz tayyor. Mana qarang. Boshlaymiz. Barchangizni Jahon o'quv markaziga taklif qilamiz. Bizda zamonaviy ta'lim tayyor bo'ldi videomiz. Mana shu shaklda videoni bu joydan sekundlarigacha 4 sekund, 8 sekund, 10 sekundgacha yaratib beradi. Yaratilgan videoni mana bu orqali yuklab olishimiz mumkin. Mana yuklab olindi. Bu ham hozir zagruzkada yoki o'ng tomonda bosib turib, mana сохранить video как demni bosib ham kerakli joyga, mana рабочий stolga masalan saqlanib qilsak, yuklab olgan hisoblanamiz. Endi rasm bo'lmasa, rasmsiz ham videoni generatsiya qilsak bo'ladimi? Ya'ni g'oyamiz. Keling, berasm Flow AI dan rasm videoni yaratib ko'rsatib beraman. Mana shu joyda, keling, noldan kiramiz. Yana kirish esga qolsin. Flow AI. Kiramiz va endi biz nima yaratmoqchimiz? Yozamiz shu yerga. Masalan, dengiz. Dengizda katta kema va kema sirtiga jahon o'quv markazi. Yani shuni o'zbek tilida deb yozib ketmasak, shuni inglizcha yozib qo'yadi. O'zbek tilida o'quv markazi deb yozilgan sohilda quyosh botyapti. Ketdi. Demak, 35 ta bonusimiz qolgan edi. Hozir buni generatsiya qilishni boshlagandan keyin bizda nechta qoladi? Yana 15 ta bo'lsa 20 ta qoladi. Flow AI mana 20 ta. Flow AI da rasm yuborayotganingizda 18 yoshdan kichik rasm bo'lsa, uni generatsiya qilmaydi. Mashhur shaxslarni mualliflik huquqi bor, ularni ham generatsiya qilib bermaydi hozir. Ya'ni masalan Ronaldo yoki Messi degan bokschilar bor-ku, o'sha xullas o'shalarni ham rasmini oldin qilib berardi. Hozir mualliflik huquqiga o'zgarganligi uchun keyin 18 yoshdan kichik, undan tashqari zo'ravonlikni yoki behayo narsalarni targ'ib qiladigan videolarni ham generatsiya qilmaydi. Bu shunaqa filtrlangan tizim hisoblanadi. Ketdik, bu yaratgancha ikkinchi, ya'ni Flow AI dan boshqa yana yaratib o'tdi. Yuklab qo'yamiz. Yuklash mana shu yerdan. Qarang, o'quv markaz, sohil, dengiz, nima yozgan bo'lsak shuni yaratdi. Buguncha buni limitimiz bor holi. Boshqa video yaratadigan Flowdan ko'ra nima deydi? Nazorati kuchsizroq sun'iy intellekt ko'rib chiqamiz. Pixversi AI. Video yaratadiganlar ko'p. Endi bepullari shu ikkita. Bosamiz. Pixversi AI. Pixversi AI ga kirgandan keyin mana bu yerda bu ham kirishni so'raydi. Agar elektron pochta bilan bossak, mana shu profil bilan davom ettiraymi deb so'rayapti. Kirgandan keyin 30 ta tangacha berishni kamaytiribdi bu. Ko'proq berish kerak edi. Lekin bu profildan kirib ishlatilgan bo'lishi mumkin. Boshqa bitta profildan kirib ko'ramiz. Pixversi AI. Bu 60 tanga berardi oldin. Mana bu joyga e'tibor bering. Oyligini, nimalarni narxlari ham bor. Lekin biz bepulni foydalanaveramiz.
Bu yerda 300 tanga beribdi. Mayli 300 tangalik u kirgancha amaliyotni bajarib ko'rsatib beray. Ya'ni bunda nimalar bor? Mana kirdi o'zi bu ham. Xo'sh, buni ish maydoni mana bu joyda. Qarang, mana izobrazение ham bor bunda, video ham bor. Audio ham bor. Bizda video yaratamiz rasm orqali yoki shunchaki prompt orqali. Mana keling, o'sha rasmni загрузка qilamiz. Yuklab olgan rasmimiz bor edi. Mana yuklayapti rasmni. Bu Pixverse AI'ni telefonda app ilovasi ham bor. Mobil ilovaga Play Marketdan yuklab olsalaringiz ham bo'ladi. Yukladik. Yuklaymiz. Mana endi bu joyga promptni yozamiz. Qo'yaylik. Ana bu yerda narx ko'rinib turibdi. Ya'ni bu joydan kачествоsi bepul bo'lgani uchun buni arzonroqga qo'yamiz. 25. Sekundi 5 sekundlik ekan. Yozamiz bunda ham robot o'zbek tilida aytsin. Nuqta. Barchangizni Jahon o'quv markazida kutamiz va binoga qarasin. Binoga qarasin. Bu o'zbek tilida sal qiynalib gapiradi. Ba'zan so'zlarni talaffuz qilishda qiynaladi, yaratishni boshladi. Xo'sh. O'zi 30 beradigan bo'libdi. Bu oldin bir hafta oldin 20 ta tangacha berardi. Shu bepulligini kamaytirib, pullik o'tish uchun bir kunlik 30 tanga beradigan bo'libdi. Bu 30 tangada ham kerakli narsani yaratsak bo'ladi, profilimiz ko'p bo'lsa. Mana yaratib bo'ldi. Barchangizni Jahon o'quv markazida kutamiz. Barchangizni Jahon o'quv markazi Yuklab olamiz. Mana sketchupda bo'lsak, mana bu yerda joylashadi yoki o'ng tomonni qopda sketchupda yuklab olamiz. Yuklab berdi. Demak, video yaratish uchun Flow AI, Pixverse hozircha bepul yaratishimiz mumkin bo'lgan ikkita asosiy AI'lar ekan. Barchangizni Jahon o'quv video bilan rasm yaratishni ko'rib chiqdik. Endi qo'shiq yaratishni ko'rishimiz kerak. Qo'shiq yaratish uchun keling shu yerdan boshlaymiz. Suno AI ga kiramiz. Ya'ni bepuliga Suno AI. Bu Suno AI. Mana shu shaklda Sunoni ham telefonda mobil versiyasi bor. Bu internet sekin bo'lsa sal qotib ishlaydi, og'irroq dastur. Flowdan yoki Pixverse'dan ko'ra og'irroq hisoblanadi. Demak, qo'shiq yaratish uchun avvaliga rejamiz bo'lishi kerak. Ya'ni qo'shig'imizni yaratmoqchi bo'lgan she'ri, mana bu yerda create degani bor, ya'ni yaratish. Hozir men she'rni olib olay. She'rimiz bo'lishi kerak bizda. Mana she'rni olib turamiz hozircha. Ctrl C qilib kopiya qilamanda. Mana. Qo'shiq yaratadigan platformamizda mana bu yerda simple bu, advanced bor. Bu oddiy, ikkinchisi professional. Professionalda ikkita bo'lim bor. Bu yerga matnni joylashtiramiz, ya'ni she'rni ikki qator joylashtiraylik va endi pastida stilni, ya'ni qo'shiq qanaqa shaklda bo'lsin. Buni inglizchada biz yoza olmasak, bu ham mingta so'zdan iborat, harfdan iborat bo'lishi kerak. Promptimiz ChatGPT ga shunchaki mana buni yuboramanda shuni Suno AI da qo'shiq qilmoqchiman va usulini yozamiz. Masalan, gitarada bayramona ohangda erkak kishi, masalan, erkak kishi o'zbek tilida aytsin. Mana yozdim. Bu prompt yozadi. Ungacha men buni ko'rsatib beray ba'zi narsalarni. Mana buni o'zida ham stillari bor. Stil degan joyida mana bu yoqdan yangilasak. Xo'sh, mana. Prompt. Ko'rsa, bu yerda o'zimizga kerakli, pastdan buni sursak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Rock. Ya'ni ingliz tilidagi stilchalari bor. Biz sun'iy intellektda yozib olgan stilimizni kopiya qilamiz mana. Va Sunoga kelib, stil degan joyga Ctrl V qilib joylashtiramiz
va yaratish tugmasini bosamiz. Yaratish tugmasini bosganimizda mana bu joyda bizda variantda yaratib beradi bu ham. Va e'tibor bering, bu ham 50 tanga beradi bir kunga. 50 tangadan bepul yaratish uchun 50 tangamiz bor. Qayerga ko'rsatdim buni tangasini? Ya'ni bitta qo'shiqqa 5 tanga ham shunday oladi. Bemalol bir kunda 3 ta 4 ta qo'shiq yaratsak bo'ladi. Bepul versiyasi bu. Ketdik, mana qo'shig'imizni deyarli bir qismini yaratdi. Mana bossak, ijro qilib beradi namunani. ilm va ma'rifatning o'chog'i bo'lgan Mana shu shaklda she'r bo'lsa bemalol qo'shiq yaratishingiz mumkin va yaratilgan qo'shiqni mana bu joydan qarang, download mana MP3 qilib yuklab olsa bo'ladi. Download zagruzkada joylashadi. Demak, stillar, kutubxonalar shakli tayyor. Bu ham bepul ishlaydigan, mana yuklab oldim mana qo'shiqni. Qo'shiq yaratadigan sun'iy intellekt.